Hop, uchburchakka tashlangan aylana mavzusini qarab chiqamiz. Demak, ta'rif: uchburchakning barcha uchlaridan o'tuvchi aylana uchburchakka tashlangan aylana deyiladi. Hop, endi aylanaga ichki chizilgan uchburchak desak bo'lmaydi. Masalan, aylana bo'ladigan bo'lsa, unga ichi chizilgan uchburchakni cheksiz ko'p o'tkazishimiz mumkin. Mana aylanaga ichi chizilgan uchburchaklar cheksiz ko'p. Lekin uchburchakka tashlangan aylana yagona. Shuning uchun aynan uchburchakka tashlangan aylana deymiz. Deylik, aylana markazini uchburchakning uchlari bilan tutashtiraylik. Bular uzunligi radiusga teng r. Mana bu uchburchagimiz teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakni asosiga balandlik o'tkazadigan bo'lsak, bu balandlik nima qiladi? Asosni teng 2 ga ajratar ekan. Bu uchburchak teng yonli, asosiga balandlik o'tkazadigan bo'lsak, bu balandlik asosini teng 2 ga ajratadi. Xuddi shunday mana bu uchburchagimiz ham teng yonli uchburchak. Bu uchiga balandlik o'tkazadigan bo'lsak, balandlik asosni teng 2 ga ajratadi. Xo'p, mana bu aylananing markazini O desak, O nuqtadan uchburchakning tomonlariga o'tkazilgan balandliklar asosni teng 2 ga ajratdi. Bundan qanday xulosa chiqarishimiz mumkin? Uchburchakka tashlangan aylananing markazi o'rta perpendikularlarning kesishgan nuqtasida yotadi. Xulosalaymiz. Hop, demak, xulosamiz: uchburchakka tashlangan aylana markazi uni tomonlari o'rtalariga o'tkazilgan perpendikularlarning kesishgan nuqtasida yotar ekan. Bu birinchi xulosa edi. Ikkinchi, aytaylikki, uchburchakning tomoni va qarshidagi burchagi berilgan bo'lsin. Demak, tomoni va qarshidagi burchagiga ko'ra tashlangan aylana radiusini keltiraylik. Bilamizki, ichi chizilgan burchak unga mos markaziy burchakning yarmiga teng edi. Agar bu burchak alfa bo'lsa, bu burchak 2 alfa bo'ladi. Hop, bu radiusimiz r, bu radiusimiz ham r. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchaklar o'zaro teng. Bu burchak 90 minus alfa. Endi uchburchakda sinuslar teoremasini qo'llaylik. Tomon qarshidagi burchak sinusiga nisbati, ya'ni r ning qarshidagi burchak sinusiga nisbati teng a ning qarshidagi burchak sinusiga nisbati. A taqsim sinus 2 alfa. Hop, r taqsim, keltirish formulasiga ko'ra sinus 90 minus alfamiz kosinus alfaga teng. Sinus 2 alfamiz ikkilangan burchak sinusiga ko'ra 2 sinus alfa kosinus alfaga teng. Kosinus ko'paytirish bu o'tsa kosinusda qisqaradi-da. R teng a taqsim 2 sinus alfa ga kelyapmiz. Xulosa: demak, xulosamiz shuki, uchburchakka tashlangan aylanani radiusi
tomoni va qarshidagi burchak sinusiga ko'ra mana shu formula bilan hisoblashimiz mumkin. Keyin navbatdagi xossa 3. Deylik, uchburchakning 3 ta tomoniga ko'ra tashqi chizilgan aylana radiusini aniqlamoqchimiz. Uchburchak tomonlari A, B hamda C bo'lsin. Tashqi chizilgan aylana radiusini hisoblaymiz. Aytaylikki, mana burchak alfa bo'lsa, yuqorida R teng A taqsim 2 sinus alfa ekanligini keltirdik. Bu kasrni surat va mahrajini B hamda C ga ko'paytirib bo'laylik. Surat va mahrajini B, C ga ko'paytiryapmiz. Suratda A, B, C, mahrajda 4 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 B, C sinus alfa ko'rinishda yozsak bo'ladi. 2 ni 4 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 dedik. Mana bu ifodamiz bizga nimani beradi? Uchburchak yuzini beradi. B va C ni orasidagi burchak alfa bo'lsa, uchburchak yuzi ekan. Bundan suratda A, B, C, mahrajdachi 4S kelyapmiz. Demak, xulosalaymiz. Orada har qanday uchburchakka tashqi chizilgan aylana uchun xossalar keltirdik. Endi xususiy hollarni qaraylik. Deylikki, teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana. Mana bu aylana teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan bo'lsin. Uchburchagimiz teng yonli. Xo'p, biz aytdikki, tashqi chizilgan aylana uning o'rta perpendikularlari kesishgan nuqtada yotadi dedik. Mana bu ikkalasi o'zaro teng bo'lsa, demakki tashqi chizilgan aylana balandlikda yotadi. Balandlik h bo'lsin. Markazdan bungacha bo'lgan masofa, aylanaga bo'lgan masofa r bo'lsa, qolgan qismi h minus r ga teng. Asos, uchburchakning asosi A bo'lsa, asos teng 2 ga ajralyapti. A taqsim 2. Xo'p, aylana markazini asos 3 bilan tutashtirsak, bu R. To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi. To'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini yozib qo'ysak bo'ladi. Pifagorga ko'ra R kvadrat teng h minus r ning kvadrati plus a taqsim 2 ning kvadrati ekan. Yozib olasizlar. Deylik 5. To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini aniqlaylik. Hop. To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi. Agar mana burchak 90 gradus, chizilgan burchak 90 gradus bo'lsa, unga mos markaziy burchak 180 gradus bo'ladi. Mana burchak 180 gradus. Shunda uchburchakka, to'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi gipotenuzaning o'rtasida yotar ekan. Ya'ni gipotenuzani birorta C desak, R teng C taqsim 2. Xulosa. Demak, shuni xulosalayapmiz. To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi gipotenuzaning yarmiga teng dedik. Navbatdagi xossani keltiraylik. Xususiy holda muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi.
Deylik ki mana bu aylanamiz teng tomonli uchburchakka tashlangan bo'lsin. Tomonlari uzunliklari o'zaro teng bo'lsa, hop biz aytdik, tashlangan radiusi tomoni va qarshidagi burchak sinusi nisbatiga teng dedik. Ana 2 ko'paytirilgan mana burchak necha gradus? 2 ko'paytirilgan sinus 60 gradusga nisbatini hisoblaylik. Sinus 60 gradusda ilzosida 3 taqsim 2 edi. 2lar qisqarsa A taqsim ilzosida 3. Demak, tashlangan radiusi A taqsim ilzosida 3 ekan. Hop. Bundan tashqari A taqsim ilzosida 3 ni 2 ko'paytirilgan A taqsim 2 ilzosida 3 deya olamiz. Mana bu ifodamiz muntazam uchburchakka ishlangan aylana radiusdan iborat. Ya'ni 2r. O'z navbatida ishlangan aylana radiusicha h taqsim 3 edi. Demak ki tashlangan aylana radiusini 2r yoki bo'lmasa 2h taqsim 3 ko'rinishda hisoblay olamiz. Mana yozib olasizlar. Demak, IDC geometriyadan 41-masala berilgan ABC uchburchakka tashlangan aylana AC tomon 6, BC tomon 10, CD tomon 6, AC tomon 9 edi. Tashlangan aylana radiusini aniqlashimiz kerak. Buning uchun birinchi amal ACD uchburchakda ACD uchburchakda o'tkir burchak sinusi qarshidagi kachtning gipotenuziga nisbati bo'lardi. Sin alfa teng CD ning AC ga nisbat 6 taqsim 9 bo'lsa bu 2 taqsim 3 deb beradi. İkinci amal ABC uchburchakda deylik tashlangan aylana radiusi tomoni va qarshidagi burchak sinusi nisbatiga teng edi. BC taqsim 2 ko'paytirilgan sinus alfa desak, BC tomon uzunligi 10 ga teng. Sinus alfamiz 2 taqsim 3 ga teng. Bundan 30 taqsim 4 bo'lsa, natija 2,5 bo'lar ekan. Tashlangan radiusini hisobladik. Demak, navbatdagi masala uchburchak to'g'riburchak ABC uchburchakda, demak, BC tomonda Y nuqta shunday olinganki, BAY burchagimiz 60 gradus, BY kesma 2 ilzosida 3, CY kesma 4, CAY burchak 30 gradus bo'lsa, ABY hamda AYC uchburchaklarga tashlangan aylana markazlari orasidagi masofa so'ralyapti. Ya'ni mana bu ikkita tashlangan aylanani markazlari orasidagi masofa aniqlaylik. Hop, birinchi amal ABY uchburchakda mana bu tashlangan aylana radiusini BY taqsim 2 sinus 60 gradus ko'rinishda hisoblashimiz mumkin. Tomoni va qarshidagi burchak sinusiga ko'ra. Shunda R teng BY'miz shartga ko'ra 2 ilzosida 3, sinus 60 gradusda ilzosida 3 taqsim 2.
Shunda natija 2. Demak, mana bu aylanani radiusini aniqladik. 2 bo'ldi. Bu birinchi amaldi. Ikkinchi amal A7 uchburchakka tashlangan aylana radiusini aniqlaylik. Xo'p, tashlangan radiusi katta R desak, deylik radiusni aniqlash uchun tomoni va qarshidagi burchak sinusdan foydalanamiz. S'ning 2 sinus 30 ga nisbat. C'ye 4 sinus 30 gradusda 1/2. Shunda 2lar qisqarsa radius 4 bo'lyapti. Mana. Xo'p. Demak, mana bu radiusimiz 2 edi. Mana bu radiusimizcha 4 bo'lyapti. E'tibor qilasizlar, mana bu ikkalasi 4, uchala tomoni 4 bo'ladigan bo'lsa, bu uchburchagimiz nima bo'ladi? Teng tomonli uchburchak bo'lyapti. Xo'p, bu bizga kerak bo'lmaydi. Muntazam uchburchakni balandligini o'tkazaylik. Balandlik h bo'lsin. H'ni aniqlasak, katta h. Xo'p, katta h teng a ilzosida 3/2 bo'lardi. Muntazam uchburchakning balandlik formulasi. A o'rnidan 4 ni qo'ysak, 4 ilzosida 3/2 ekanligidan h 2 ilzosida 3 bo'lyapti. Mana bu kesma 2 ilzosida 3 bo'ldi. Balandlik muntazam uchburchakni asosiga tushirilgan balandlik asosni teng 2 ga ajratadi. 4 mana bu kesma 4 edi, 2 dan ajraladi. Mana bu kesma 2, bunisi ham 2 bo'lyapti. Endi mana bu kichkina balandlik h bo'lsin. Bu balandligimiz ham nima qiladi? Asosni teng 2 ga ajratadi. Mana bu kesma ilzosida 3, bu 2 ekandan mana bu kichkina balandligimiz 1 bo'lyapti. Xo'p. Mana bu kesmani o'tkazadigan bo'lsak, bu kesma uzunligi mana bu 2, bu ilzosida 3 bo'lsa, mana bu kesmamiz nima bo'lar ekan? 2 ilzosida 2 plus ilzosida 3 bo'lar ekan. Aylana markazlari O1 hamda O2, mana buni birorta hop D nuqta deb olaylik. Endi O1 O2 D uchburchakka e'tibor qilasizlar. Mana bu to'g'riburchakli uchburchak. Pifagor teoremasini qo'llasak bo'ladi. O1 O2 ning kvadrati teng O1D ning kvadrati plus O2D ning kvadrati. Xo'p, O1 O2 ning kvadrati teng O1D kesma haqida nima deyolamiz? Mana bu kesmamiz 2 ilzosida 3 edi. Mana bu qismi 1. Demakki, bu kesmamiz nima bo'ladi? 2 ilzosida 3 minus 1 bo'lar ekan. 2 ilzosida 3 minus 1 ning kvadrati. O2D kesmamizcha. Mana bu kesmamiz. Bu 2 edi, bu ilzosida 3. Demakki, bu 2 plus ilzosida 3 ga teng. 2 plus ilzosida 3 ning kvadrati. O1 O2 ning kvadrati. Hop, ayirmani kvadratga oshirsak 12 minus 4 ilzosida 3 plus 1. Bunisi hop 4 plus 4 ilzosida 3 plus 3. 4 ilzosida 3'lar qishamlashadi. O1 O2 ning kvadrati teng 20 bo'lyaptimi?
Shunda O1 O2'miz ilzosida 20, ya'ni 2 ilzosida 5. Demakki, mana bu ikkita aylanani markazlari orasidagi masofa 2 ilzosida 5 ga yozib olasizlar.